Prezidentimiz huzurida imzolangan yana boshqa strategik loyihalar bu Oppenheimer bilan Centrum Holding kompaniyasini IPOga chiqarish loyihasi, Gulf bilan yoqilg'i quyish shoxobchalari tarmog'ini barpo etish, BlackRock FMA bilan investitsiya iqlimini yaxshilash, John Deere kompaniyasidan qishloq xo'jaligi texnikalarini yetkazish bo'yicha hamkorlik bitimlaridir. Masalan, Oppenheimer Centrum Holdingni $2 milliard qiymatda baholamoqda va IPOga chiqarmoqchi. Kompaniya boshqaruv direktori Jon Tanelli bu tarixiy bitim davlatimiz rahbarining sa'y-harakatlar bilan amalga oshayotgani va yana Andijonda ham yangi loyihalar boshlamoqchi ekanini aytdi. Biz Centrum Holding kompaniyasi bilan moliyalashtirish masalalari bo'yicha yaqin hamkorlik olib bormoqdamiz hamda uni joriy yil yakuni va kelgusi yil boshida o'tkazilishi rejalashtirilayotgan IPO jarayoniga tayyorlamoqdamiz. Ushbu IPO yuqori baholash qiymatida amalga oshirilishi kutilmoqda va bu Centrumni Markaziy Osiyodagi yetakchi kompaniyalardan biriga aylantiradi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan O'zbekistonning o'rtasidagi bo'lgan munosabatlar tarixiy yuksak darajaga chiqdi. Bizdagi xususiy korxonalarga juda keng ko'lamli imkoniyatlar ochildi. Biza Centrum Holding kompaniyasi Osiyodan Yevropa va AQSh tarafga yuklarni tashish, infrastrukturaviy proyektlarni ko'paytirish ustida ishlayapmiz. Avia xizmatlarimiz ham bor. Avia xizmatlarimiz doirasida hozir 25 ta samolyotimiz bor. Bu samolyotlarimizning sonini 2029-yilgacha 100 tagacha yetkazmoqchimiz. IPOda o'zingiz bilasiz, Centrum Holding o'zini 30% aksiyalarini sotmoqchi, sotuvga qo'ymoqchi va sotuvga qo'yish yo'li bilan undirilgan pullarni shu infrastruktura proyektlariga investitsiya qilmoqchimiz.